Ijtimoiy tarmoqlarda xabaringiz bor, hindistonlik erkaklar Rossiyaga ishga kelib, rus ayollariga uylanib ketayotganligi haqida turli xil xabarlar va videolar tarqalgandan so'ng bizga hindistonlik Rossiyada ishlovchi mehnat muhojirlari video yubordi. Ayni kunlarda ko'pgina hind erkaklari hindistonlik erkaklar Rossiyada o'zlarining ishlarida ishlayotganligi va har biri o'z oilasiga sodiqligi, hattoki ular yonlarida faqatgina o'zlarining oilasini, ayollarini va farzandlarini suratlarini olib yurishi haqida video tayyorladi va yubordi. Yuborilgan bu videolar hindistonlik erkaklarga bo'lgan hurmatni oshirdi. Ko'ring va ko'zingizga yosh keladi. Ular ham ayni kunlarda musofirda va o'z oilalariga va o'z ayollariga sodiqlikcha ishlamoqda. Xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda 70 yoshli rus ayol 20 yoshli hindistonlik yigitga turmushga chiqqan edi va bunday holat bir emas bir necha bor kuzatilgan edi va bu videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalganda, hattoki hindistonlik migrantlarni ishga qabul qilgan ba'zi rus ish beruvchilar hindistonlik migrantlardan nolib videolar joylagan edi.